Bu metodlar bilan davolanish butun dunyo statistikasi bo'yicha 30% tashkil qiladi. Ya'ni 100 ta odamdan 30 taginasi bu metodda orqasidan tuzalib ketishi mumkin. Ya'ni muntazam 1-2 yil davomida va chuqur bo'lmagan holatda bo'lsa to'g'irlanib ketishi mumkin. Shunga o'xshagan chuqurlikni to'g'irlaydigan usullar aktiv, ya'ni vakuum usuli bilan birga qo'shib qilinsa, vakuum usuli o'zini natijasini yana ham yaxshilab berishi va to'g'irlanishi sog'lom odamnikiga juda ham yaqin qolgungacha to'g'irlab berish imkoniyatini beradi. Bu usullardan foydalanish kerak, lekin agar chuqur turi bo'ladigan bo'lsa, bularni hammasini kompleks tarzda olib borish yaxshi natijalarga erishishga yordam beradi. Rahmat, sog' bo'linglar.